Ya Rabbim Allah, bizning tarafdan o'qilgan ushbu jum'a namozlarimizni, o'qilgan Qur'on oyatlarimizni o'zining keng rahmati bilan qabullardan qilsang edi. Ajr savoblarini erishtirsang edi. O'zimizda bo'lgan xato kamchiliklarimizni bilib ham bilmay qilgan gunohlarimizni g'afur mag'firat etsang edi. Ya Rabbim Allah, bizning orabizdan vafot bo'lib ketgan din qardoshlarimizni ruhlarini shod qilsang edi, oxir o'rinlarini jannatda bersang edi. O'zimizga, isimlarga ya Rabbim, o'zimizga da, tug'anlarimizga da, bolalarimizga da ilk kunlarimizga xayrli iminliklar bersang edi. Jonlarimizga tinchlik, tanlarimizga esenlik, sog'lik, salomatlik bersang edi. Alдағы kunlarda da borimizga da namozda bo'lirga, g'iybatda bo'lirga, Ramazon oyini ko'rirga ham ro'zalarni tutarga, barchamizga da esenlik, sog'lik bersang edi ya Rabbim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله أكبر. الله تعالى قبول جماعة. السلام عليكم.